DNK ikkinchi qism 1/1. Uzunlik berilgan 204 nanometr. Biz 204 nanometrdan foydalanishimiz kerak. Uni bo'lamiz 0.34 ga va bu chiqadi 600. Bu bir zanjir. Ikkinchi zanjir ham bor, u ham 600 ta, jami nukleotid demak 1200 ta. İki yüz to'rtni bo'ldik 0.4 ga chiqdi 600, 12 ga ko'paytirdik 1200 ta, demak DNKda jami nukleotid bor ekan. Bizda DNKning 50% avval RNK asosli soxsiz sintezdan deyapti. RNKning 50% ishtirok etibdi. Mana bu 600 talik zanjirni biz 50% deya olamizmi? RNK sintezda o'zi 50% ishtirok etyapti. Mana sintezladik. 600 ta demak nukleotid. Endi biz buni bo'lamiz 3 ga. 200 dan ayirib qo'yamiz 1 ni, 199. Demak, o'z-o'zidan mana bu javoblar chiqib ketdi. 199 liklar qoldi. Bu peptid. Bizga peptid so'ragandi. Endi jami bog'lar so'ragan. Chunki aytayaptiki, adenin, guanin. Ikkalasi purin bo'lsa, mana shu purinlarning 40% adenin deyapti. Mana purin azot asoslarining 40% adenin. O'zi purinlar 50% edi. Uni ko'paytiramiz 0.4 ga, chiqadi 20%. Bu adeninning foizi. Demak 20% bunga yozib qo'ysam, bir zanjirda o'zi 50% bor. Jami 50%. 30% bunga qoldi. 30% bunga qoldi. Demak, timini bor 20%. Guanini bor 30, sitazin ekan hozir. Sitazini bor 30%. Endi jami nukleotidlar hozir menda 100 ta chiqadi. 100 ta nukleotid qo'shib chiqsam, mana foizlarni nukleotidga aylantirdim. Qilgan ishim shu. Endi o'sha vaqtda nechta vodorod bor? Nechta vodorod bor desak, 30 ni qo'shib qo'yamiz. 130 ta. Bizda nukleotidlar jami 1200 ta edi. O'sha vaqtda qancha deymiz? 1560 bo'ladi. Bu demak 1560, bu ham vodorod bog' yozib qo'ydik. Endi jami bog'lar degan. Fosfodifirni topaylik. 1200 minus 2 teng 1198, bu fosfodifir bog'. 1198 plus 1560 teng 2758 beradi. Demak, A javob ekan. Shoshib boya mana 1560 chiqargan paytimiz C javob berib ketishimiz mumkin edi. Lekin bizdan shunchaki vodorod bog' so'ramagan, jami bog'larni so'ragan. Shunga o'xshab ketadi, biroz farq bor lekin. Xo'p, qilinadigan ish 306 nanometrni bo'linadi 0.34 ga, chiqadi 900. Bu DNKning bir zanjiri. Ikkinchi zanjirda ham bor 900 ta nukleotid. Undan informatsiyaga sintezlanish kerak. Aslida 900 talik sintezlanish kerak. Informatsiyaga 900 talik bo'lish kerak. Lekin unday bo'lmayapti ekan. Necha foizi? 80%. Xo'p, demak 900 ko'paytirilgan 0.8 bu 720. Mana bu yerdagi 900 o'rniga necha yozilar ekan? 720 yoziladi ekan.
720. 720 ta nima bu? İnformasyon rengidagi nukleotlar. Ana shuni yana 70% oqsil sintezda ishtirok etyapti. Ya'ni hammasi ham ishtirok etmayapti. Masalan, shu qismi ishtirok etyapti. 70% deyapti. 70% da qancha borligini topamiz. 720 ko'paytirilgan 0,7 504. 504 tasidan informatsiyaga sintezlanyapti. Endi 500 oqsil 504 tadan nechta aminokislota sintezlanadi? Buni 3 ga bo'lib topamiz. Xo'p, 150 bu yoqdan 54 18 168. 168 ta nima hosil bo'lar ekan? Aminokislota hosil bo'ladi ekan. Aminokislota 168 ni ko'paytiraman 120 ga. 20,160 chiqadi. Demak, o'z-o'zidan mana bu javoblar ikkitasi o'chib ketadi. O'zi bitta javobim qolar ekan вообще. Xo'p, mayli, ikkinchisini ham ishlab qo'yishimiz kerak. Adenin, timin 20% deyapti. Denga chizib olamiz. Adenin, timin. Bu bu 20%, bu 20%. Bu 30%, bu 30%. Jami 10 ta 100 ta nukleotid tarkibida bor 130 ta vodorod bor. Bizda jami 1800 ta bor. Mana bu ikkalasini qo'shsak, ikkita zanjirda 900 ta edanku. 1800 ta qancha deymiz? 2340 chiqadi. Demak, javobimiz tasdiqlandi. B javob ekan. Ishlar ketma-ketligi bilan nima qilishimiz kerak? Mana birinchi bo'ldik. Birinchi qilingan ish bu. Keyin xo'p, informatsiyaga sintezladik va bu amallarni bajardik. Ikkinchi ish bu, uchinchi ish bu, to'rtinchi ish bu, beshinchi ish bu, xo'p, oltinchi ish esa mana bu. Va bizda javob chiqib keldi. Uchinchi tip. Bizga oqsilning og'irligi berilyapti. Boyagi ishni teskari amal. Birinchi qilinadigan ish. 36,000 bo'lingan 120. 300 ta aminokislota chiqadi. Aminokislotalar soni 300 ta bo'lsa, 300 qarang. Buning uchun informatsiya renkani 60% qatnashdi. Hozir biz buni 3 ga ko'paytirib olsak, 900 ta informatsion renka chiqar edi. Lekin mana shu umumiy informatsiya renkani 60% ekan. 900 60% bo'lsa, 100%imiz qancha deymiz? 1500. Demak, 1,5 mingta nukleotiddan iborat ekan DNK. Renka uzr. Renka 1,5 mingta nukleotid bo'lsa, DNKda undan 2 hissa ko'p, ya'ni 3000 ta nukleotid bo'ladi. 3000 ta nukleotid. Bizga vodorod bog'i 3900 ta bergan. Biz vodorod bog'idan nukleotid sonini ayirib tashlaydigan bo'lsak, guanin soni kelib chiqadi. 3900 minus 3000 teng bo'ladi 900. Xo'p, demak guaninlar soni 900 ta. Guaninlar 900 ta chiqdi. Adenin necha foiz deyapti? Bir zanjirda 1500 ta bor, bunisi aniq. 1500 ta bir zanjirda. Bu yerda adeninga qancha qoladi? 600 ta qoladi. Chunki 900 tasi band, 1500 dan 900 ayirib tashlasak 600 ta adeninga qoldi.
purin asoslarining necha foizini adenin tashkil qiladi deyapti. Xo'p, 1500 ta purin bor. Bu 100%. 600 qancha desak 40% kelib chiqib beradi. Demak, C javob. To'g'ri bir. DNK fragmenti o'rganilganida quyidagilar ma'lum bo'ldi deyapti. Purin azot asoslari timindan 2,5 barobar ko'p. Juda oddiy usulda ishlanadi. Biz tenglama qilib murakkab kelishimiz ham mumkin, lekin undan oddiyroq usul bor. Hozir purin 50% ekanini bilasiz. Siz mana shu 50% ni 2,5 ga bo'lsangiz 20% chiqadi. Bu esa timinning foizi. Masala shartidan shu xulosa. Purinlar 50%, 12,5 ga bo'l deyapti, timinning foizi chiqsin. Xo'p, endi adenin, timin, guanin, sitozin belgiladik. Bu 20% bo'lsa, bunga 30% bo'ladi. 20%, 30%. Xo'p, foizlarni belgilab oldik. Endi 100%, ya'ni 100 ta nukleotid deylik, foizlarni nukleotidga aylantiramiz. 100 ta nukleotidda 130 ta vodorod bog', 1560 ta vodorod bog' bo'lsa, nechta nukleotid bor? Bu 1200 edi, adashmasam. To'g'ri. 1200 ta nukleotidlar chiqdi. Endi DNK da 1200 ta nukleotid. RNK da bo'lingan 2, demak 600 ta bo'lingan 3, 200 ta bu aminokislotalar. Aminokislotalar 200 ta ekan. 200 minus 1, 199 bu peptid. Shuni ko'paytiramiz 160 ga. Javob. Renessans biologiya yechimlarida davom etamiz. Bugun 5-tipda qolgandik. 5-tip. DNK fragmentida umumiy nukleotidlar guaninga nisbatan 5 marta ko'p deyapti. Juda yaxshi. Umumiy nukleotid bu 100% ekanligini bilamiz. Agar biz shuni 5 ga bo'lsak, 20% chiqadi. Bu esa guaninning foizi ekan. 600 ta yangi adenin. Xo'p. Reduplikatsiya natijasida 600 yangi adenin bor degani, yangi adenin sintezlandi degani, bu timinning soni 600 ta bo'ldi degani. Bu esa o'z-o'zidan buni 600 ta degani adeninni. Guaninni 20% deyapmiz. Bu 30%. Adenin 30%. Xo'p, 30%imiz 600 ga teng ekan. Foiz qancha deymiz? Ya. 20% topib qo'yaylik. 400, to'g'rimi? Demak, mana bu 400 ta bo'lgan. Jami nukleotidlar hisoblaydigan bo'lsak 2000 ta ekan. Mana shu DNKning o'zida 2000 ta nukleotid bor. Shu DNKning o'zida nechta vodorod bog'i bor? 2400 ta bor. Mana 400 qo'shiladi bu tomondagi. Lekin bu javob emas. Javob 2 hissa ko'p bo'lishi kerak, 4800 bo'lishi kerak. Nega? Chunki reduplikatsiya bo'lyapti. Biz bitta zanjir bo'yicha hisobladik. Reduplikatsiyadan keyin bizga xuddi shu zanjirda yana bitta nusxa bor. Bu degani 2400 ni 2 ga ko'paytir degani. 4800 ana
Shu javob bo'ladi. Qaytadan qisqa aytaman. Adeninni 600 ta dedi, yangi adeninlar. Bu degani timin eski zanjirda 600 ta bo'lgan. Undan tashqari jami nukleotidlarni 5 ga bo'lsang, guanin soni chiqadi dedi. Bu 20% ga teng. %20% bor. Adeninni 30% ga tenglab oldik. Va guanin soni 400 ta ekanligi kelib chiqdi. DNK reduplikatsiyasi natijasida yangi DNKlar tarkibida 1200 ta adenin va 1800 ta guanin bor. Xo'p, yangi DNKlarning birinchi biridan avval RNK sintezlandi, shu hosil. Informatsion RNK nukleotidlari DNK nukleotidlaridan qancha? 2,5 marta kam deyapti. Xo'p. Mana bu adenin va guaninni qo'shadigan bo'lsak, bir zanjir kelib chiqadi bizga. Adenin, guanin 1200, 1800. Xo'p. Bu ikkalasi birgalikda, demak, bir zanjirni 3000 ta ekanligini beradi. 3000 ta nukleotid bo'lsa, DNKda jami 6000 ta nukleotid bor degani. DNKda jami 6000 ta nukleotid bor. Informatsion RNK odatda DNKdan qancha marta? 2 marta kam bo'lishi kerak. Chunki bu yerga 2 ga bo'lardik. To'g'rimi? Lekin bu yerda unaqa bo'lmayapti. 2,5 marta kam deyapti. Buni 2,5 ga bo'lamiz. Kimin ko'ryapsizmi? $2400 ta nukleotid bor informatsion RNKda. Endi bu informatsion RNKni 3 ga bo'lib oladigan bo'lsak, bu 8 chiqib qoladi-ku. Yo, unda demagan ekan. Ikkita DNK ekan. Mana yangi DNKlar tarkibida. Bu degani reduplikatsiyadan keyin ikkita DNK hosil bo'ldi-ku. Ikkita DNKdagi umumiy deyapti. Men hozir bitta zanjirni 3000 ta deb olishim kerak edi. Ana endi to'g'ri bo'ladi. Xo'p, ikkita zanjir reduplikatsiyadan hosil bo'lganini hisobga oladigan bo'lsak, ulardagi nukleotidlar miqdori teng. Bu degani bu yerda 600 ta, bu yerda esa 900 ta, demak nukleotid bor. Jami DNKda 3000 ta. Bu yerda ham 3000 ta. Ana endi bundan informatsion RNK sintezlasak, ya'ni bo'lamiz 2,5 ga chiqadi 1200. Bu informatsion RNK. Bitta DNK bo'yicha oldik. Masalachilarda ham xuddi shunday degan. Yangi DNKlarning avval RNK, keyin hosil. Xo'p, endi buni bo'lamiz 3 ga. Chiqadi bu 400. Bu aminokislota. Savol paydo bo'lishi mumkin, 2,5 qayerdan keldi? Mana bu yerda yozib qo'yilgan. DNK nukleotidlari
2,5 marta ko'proq. Mana 2,5 marta ko'proq. Odatda 2 marta ko'p bo'lardi. Ya'ni 2 ga bo'lib qo'yardingiz, 1,5 ming yozilish kerak edi bu yerga. Lekin yo'q, bu yerda unaqa emas. 2,5 ga bo'linish kerak. Hmm, 399 B javob. Bu masalaning kulminatsion nuqtasi bu. Zo'r masala, ajoyib. Masala sharti qarang. Uzunligi 1 ga 1,5 edi. Ikkita denka bor edi. Reduplikatsiya bo'ldi, 3 ta denka bo'lib qoldi. Faqat 1, 1,5, 1 nisbatda. Demak, mana bu yerda buni yangi hosil bo'lgan denka birinchi denkaning nusxasi ekanda, demak. 1, 1,5, 1 nisbatda hosil bo'ldi-ku. Belgilab qo'yaman adenin va guaninlarini. Belgiladim. Masala shartida ularning nisbatlar, uzunlik nisbati 1, 1,5 va 1 ekanligi aytilyapti. Undan tashqari DNK teng deyapti. Mana birinchi DNK tarkibidagi adenin, ikkinchi DNK tarkibidagi adeninga teng. Bu degani 3 ga ham teng degani. Men agar buni x bilan belgilab olsam, buni ham x, buni ham x bilan belgilashim kerak. Demak, hammasi teng nukleot ekan. Endi guaninchi. Guanin aytayapti, bu zanjirdagi y bo'lsa, bu 3,5 y bo'ladi. Nega? Chunki bu 3,5 marta ko'p. Ikkinchi denkaning guaninlari 3-chi denka guaninlaridan. Bu degani bu yerdan ham 3,5 marta ko'p. Chunki ikkalasi ko'p-ku. 1 bilan 3. Mana shu holatda denka chiziladi. Xo'p, endi qanday ishlaymiz? Endi nisbatdan foydalanamiz. Mana bu yerdagi timin va sitazin yozib olaylik. X va Y. Bu yerdagi timin va sitazin. Xo'p, timinimiz X, bu esa 3,5 Y. Mana shu yerda buni emas qo'yaylik o'tira. Mana shu ikkita DNKdagi nukleotlar yozaylik. 2x plus 2y bu birinchi DNK. Qo'shib chiqdik mana ularni. Bu tomonda esa 2x plus 7y. 3,5 7 bo'ldi. Bu esa 2x bo'ldi. Endi ularning uzunligi 1 ga 1,5 mi? Men hozir hisoblagan mana bu x, y qiymatlar ham nukleotid sonini bildiradi. Bu esa uzunlikni bildiryapti. Endi qaychi usuldan foydalanib buni bu tomonga, buni bu tomonga ko'paytirib olamiz. 3x teng 2y teng o'rtadagi teng emas. 3x plus 3y teng 2x plus 7y bo'ladi. Bu tomon 1 ga ko'paytiryapti chunki. Xo'p, endi y ni bu tomonga, x ni bu tomonga o'tkazamiz. Natijada hosil bo'ladi x teng 4 y degan tenglik. Mana bu tenglikni oldik. Xo'p, bizga yana qanday ma'lumot beryapti? DNKdagi jami vodorod bog'lar soni berilyapti. DNKdagi jami vodorod bog'larini o'zimizdagi x, y lardan foydalanib topib olaylikchi. Bu yerga yozsak saqlam ekan. X plus 3y plus bu birinchi DNKniki bo'ldi. 2x plus 10,5y 10,5 qayerdan keldigan savol bo'ladi. Mana bu 3,5y ni 3 ga ko'paytiryapman. O'rtasida 3 ta vodorod bog'i bor-ku, to'g'rimi? Xo'p, plus 2x plus 3y teng bo'ldi
4050 ga. Endi hisoblab chiqamiz va hisoblasak 6x plus 16,5y teng 40,4050 chiqyapti. Mana bu tenglikni olib kelib qo'yamiz endi yoniga. X teng 4 y ga. Endi buni ishlaymiz. Qanday ishlanadi endi? X o'rniga olib borib qo'yiladi. 6 ko'paytirilgan 4y. X o'rniga 4y olib borib qo'ydim. Plus 16,5y teng 4050. 40,5y 4050 y teng 100. X ni o'rnini topmoqchi bo'lsak, mana bu yerda tenglik olib borib qo'yaylik. X teng 4 ko'paytirilgan 100. X teng 400. Ana, x ni ham y ni ham topib oldik. Endi bizdan so'rayapti, reduplikatsiya jarayonida nechta vodorod bog' uzilgan edi? Birinchi denkadagi vodorod bog'lar hisoblashimiz kerak xullas. O'rniga borib qo'yamiz. Y imiz 100 bo'ldi. Bu 400 bo'ldi. Demak, bir denkada 500, 1000 ta nukleot bor ekan birinchi denkada. Nukleotlar 1000 ta bo'ldi va guaninlar soni 100 tami? Qo'shamiz 100 ni. Bir ming 100. Bu vodorod bog'lar soni bo'ldi. Mana A javobda. Ikkita DNK uzunligi 1 ga 2 nisbatda bo'lib, ularning tarkibida adenin nukleotlari ham 1 ga 2 nisbatda deyapti. Juda yaxshi. Ikkita DNK chizib olamiz. Uzunligi 1 ga 2 ekan. Adenin nisbati 1 ga 2 ekan. Guanin nisbati u ham 1 ga 2 bo'ladi. Nega? Agar guanin nisbati 2 ga 3, 4 ga 5 va hokazo nisbatda bo'lsa, tepadagi nisbat buzilib ketadi. Qarang, adenin 1 ga 2 nisbat bo'lib turibdi. Yuqoridagi nisbatga mos, ya'ni. Bu 10 ta bo'lsa, bu 20 ta. Endi bu ham xuddi shu shaklda bo'lmasa, yuqoridagi nisbat 1 ga 2 ga to'g'ri kelmay qoladi. Guanin ham 1 ga 2 bo'ldi. Endi buni topib olish nimaga kerak edi bizga? Jami nimani berib qo'ygan? Vodorod bog'ini berib qo'ygan va ikkinchi denkaning ikkinchi zanjirida shuncha fosfodifir 1199 plus 1. Bitta zanjir bo'lgani uchun 1 qo'shyapman. Bu 1200 ni beradi. Bu 1200 esa mana bu yerga xos. Demak, jami bu denkada 2400 ta nukleotid bor ekan. Bu denkada esa 1200 ta nukleotid bor ekan. Bu nega kerak endi? Endi bu ikkalasini qo'shamiz. 1200 plus 2400 3600. Bu jami nukleotidlar, to'g'rimi? Bizda jami vodorod bog'lari bor. 4800 minus 3600 teng 1200. Bu guaninlar. Jami guaninlar. Ularning nisbati esa 1 ga 2 nisbatda. Jami nisbat 3. 3 nisbatda 1200 bo'lsa, 2 nisbatda qancha? 1 nisbatda qancha? Bu yerda 800, bu yerda 400. Guaninimiz soni bu yerda 400 ekan. Bu yerda esa 800 ekan. Xo'p, guanin 400 bo'lsa, o'zi bir zanjirda 600 ta nukleot bor. Bu yerda adenin nechta qoldi? Albatta 200 ta qoldi. Bir zanjirda 600 ta, 1202 bo'lib oldik. Endi masala shartida aytibdi. Birinchi denkadagi timin, ikkinchi denkadagi sitozindan necha marta kam? Ya'ni nechtaga kam? 200, 800. 800 minus 200 600 ni beradi. Bu esa A javobda.
DNKning 30% qismi guanin. Birinchi zanjirda 40% qismini guanin nukleotida tashkil qiladi, deyapti. Ha, qarang. Guanin o'zi 30%. Buni aniq bilamiz. Mana shu belgilab qo'ydim yuqoriga. Endi DNK chizaman. Adenin, timin, guanin, sitozin. Timin, adenin, sitozin, guanin. Endi qarang, birinchi zanjirdagi guanin haqida nima gap ketyapti? Birinchi zanjirning 40%ni guanin. O'zi birinchi zanjir 50% mi? Ko'paytiramiz 0.4 ga. Bu degani 20% degani. Mana bu yerdagi, mana guanin deb qo'ying. Guanin 1. Mana 20%. Endi o'zi 30% edi. 20% birinchi zanjirda. Demak, o'z-o'zidan majburiy bunga qancha qoladi? 10% qoladi. Bunga ham 10%. Bu ham 10%. 20%. Ana 30% band bo'ldi. Adenin, timinlar soni o'zaro teng. Shuning uchun buni u qadar katta ahamiyati yo'q. Birinchi zanjirda joylashgan. Mana buni 10% dan deb qo'yarsak bo'ladi. Shunda 30%, 100% bilan. Xo'p. Birinchi zanjirdan sintezlangan RNK tarkibida urasil va guaninlar soni 360 dan tashkil qiladi. Xo'p, timin yo'q, adenin yoqqa urasil bo'lib o'tadi. Demak, mana bu ikkalasi, mana shu ikkalasi 30% mi? 30%imiz deyapti. 360. 100imiz qancha? 1200 menimcha. Hmm, 1200. 1200 da bu DNKdagi jami nukleotidlar ekan. To'g'ri hisobladim o'zi. To'g'ri. Xo'p, 360 nima so'rayapti endi? DNKdagi vodorod bog'larini aniqlang deyapti ekan. Guanin 30%. Bu sal g'alati bo'lib qoldi-ku. Hozir 30% topsam 360 bo'ladi. 1560 bo'ladi. Ha. Mana bu yerda ketdi xatolik. RNKdagi guanin deyapti-ku, bu kerak bizga. Demak, shu ikkalasining yig'indisi 20%. 20%imiz 360 deyapti. 20% 360 bo'lsa, birato'lamni hisoblaymiz. Qarang, 100% jami nukleotid bor edi. Unga guanin foizini qo'shamiz. 20, bu yoqdagi 130. 130 ni hisoblaylik. 2160 mi deyman-da? Yo'q, 2340 ekan. Mana ajoyib chiqdi. DNK tarkibida adeninlar soni ushbu DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi kislotaga teng. Yaxshi. Ushbu DNK tarkibidagi guaninlar soni oqsil tarkibidagi peptid bog' sonidan 301 taga ko'p bo'lsa, DNK tarkibida vodorod bog'lar sonini toping.
Xo'p, masala shartida adenin teng deyapti aminokislotaga. X teng. Xo'p, 2x plus 2y taqsim 6 ga deyapti. Ya'ni buni bu yoqqa ko'paytiradigan bo'lsak, 6x teng 2x plus 2y 2x bu yoqqa ketadi. 4x teng 2y yoki 2x teng y ga degani. Xo'p, bu joydan bitta tenglik hosil qilib oldik. Ana endi aytyapti. Guaninlar oqsil tarkibidagi peptid bog'idan 300 bitta ko'p. Guaninimiz y edi. Y minus 301 deymiz. Teng ekan. Xo'p, 2x plus 2y taqsim 6 minus 1 ga. Ana shunday. Ana endi bu yerda nima qilamiz? Guanin umumiy mahraj beramiz. Oldin bir daira olaylik. Bu birda bu tomonga o'tkazamiz. Natijada y minus 300 teng 2x plus 2y taqsim 6. Xo'p, endi bunga 6 beramiz. Bunga 6 beramiz. 6y minus 1800 teng 2x plus 2y. 1800 bu tomonga o'tkazamiz. Qolganlari bu tomonga. Shunda hosil bo'ladi 4y minus 2x teng 1800. Bizda mana bu yerda 2x teng y ekanligi ma'lum. 2x teng y. Endi o'rniga olib qo'yamiz. Mana 2x o'rniga olib qo'ysak, 2x dan 4y dan y ni ayiramiz. 4y minus y teng 1800. Bu degani y teng 600 degani. Y 600. Bu guanin soni degani. Endi x ni topadigan bo'lsak bu yerda bu 600 bo'lsa 2x teng 600, x teng 300. Demak, bu yerdagi qiymat 300 ga, bu yerdagi qiymat 600 ga teng ekan. Qo'shadigan bo'lsak 900 1800 ta nukleotid. Jami nukleotidlar 1800 ta bo'ldi. Unga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, mana bu y-larni, ya'ni guaninlarni bilamiz. Nukleotid plus guanin teng vodorod bog' edi. 1800 plus 600 teng 2400 degani. Va bu A javobda turibdi.